Sliosimizni xudo xolasa daladan klientgacha bosilib, yuklanib e'tiboringizga xudo xolasa videolar qilib beramiz. Ko'rib boraverasizlar. Bir marta to'lgan, yayib tepalanyapti. To'liq videosini YouTube'ga qo'yamiz. Chorva 365 Instagram, TikTok ham Chorva 365. Instagramimiz boshqacharoq. Ko'rib obuna bo'lib qo'yish isdan chiqmasin. Hozir bu bir marta to'lib yayib tepalanyapti. Endi ikkinchisi yuklaymiz hozir. Sizlar bilan birgalikda. Kun issiq. Issiqqa chidayotgan shu mashinalarga ham rahmat. Juda ham issiq havo. Mana ikkinchisini ham to'ldirib oldik. Xudo xolasa. Yayib, xudo xolasa mana buni yayamiz, tepalaymiz va uchinchisini olamiz. 7-8 tonna sig'dirishimiz kerak. Ha, qora aka. Salomat bo'ling. Tuzimsiz? Ha, olyapmiz. Ha, go'zal. Donlari ham ko'rinyapti. Tikda. Shuna qilib yayib olamiz. Ikkinchi slogini ham olib oldik, xudo xolasa. Hozir uchinchisini yuklaymiz ham. Ammo aka analiz qilyapti. Xudo xolasa to'liq video YouTube'da Chorva 365 da kuzatib boringlar. Podpiska, like isdan chiqmasin. Akalar mana 3-nimamizni olib yayapmiz. Ko'rgan bo'lsanglar boshlanishda chetlarda turib kurashni boshlaganmiz. Mana yer yarimlayapti. Hali mashinamiz to'lgan yo'q. Sababi buni yaxshilab tepalab bosib yuklamasak bundan chiqmaydi. 7 tonna 8 tonna yuk sig'dirishimiz kerak. Akalar, yangi bonusli rejim. Kim Instagramdan ko'rib telefon qilsa 50 ming so'm bonusimiz bor. Faqat obuna bo'lgan, like bosgan bo'lish kerak videolarimizga. 50 ming so'm chegirmamiz bor. Boshlanishiga xudo xolasa hali buni chegirmalarimizni yana ham ko'paytiramiz. Kuzatib boringlar. Keyingi videolarda xudo xolasa daladan, dehqondan mijozgacha yetkazib borib beramiz. To'liq videosi YouTube'da Chorva 365, Instagram Jahongir 49. Ko'raverasizlar. Kuzatib boringlar. Buni ustiga yana bir marta olamiz. Ilojini qilarsak, yana bir marta olib 5 marta 6 marta tepasiga yayib tepalab o'rdirib, ana aka ikkinchisini yayib, uchinchisiga tayyorlayapti mashinasini. Kiloga shuna olinadi. Mashina bay bo'lsa, bir marta o'riladi, yengil yayishib, o'chib ketiladi. Taxtalari bo'lmaydi tepasida. Shunaqa. Birinchini ham oldik. Buni ham biroz yayib, tepasiga 5-chisini o'ldiramiz. Kombayn xizmatda. Yana bitta olamiz. 5 ta bilan. Tepasiga yana endi olmasak, tonna chiqmay qolishi mumkin. Yana bir
bor aytaman. YouTube'ga obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube'da to'liq videosi buni. YouTube'da Chorva 365. Kim ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib, telefon qilib zakaz qilsa, boshlanishiga hozircha 50 ming so'm bonusi bor. Ijtimoiy tarmoq orqali biz kuzatib boringlar. Silyoslarimiz to'g'ri, buni hozir doni deyarli kam. Donli silyoslar pishiga hali jicha bor. Odamlarda o't yo'q, silyoslar qimmatligi uchun iloji yo'q. Odamlar o'lyapti, dehqonlar ham o'ldirib yuboryapti. Sababi uni ikkinchi fasl ekishadi, yana oktyabr, noyabr oylarigacha yana bir marta mana silyos yetishtirib yurib qoladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Xohlasalaring kelib, qo'ldan olib ketishlaring ham mumkin. Mashinalar bor. Mana bunday yerlarni qayerda o'rilayotgan, qayerda silyos borligini topib, ko'proq olaman desalaring ham kelib, o'rilmasdan oldin foyani ko'rib, gaplashib olish. Akalar, mana ko'rishlaring mumkin, mashinalarimiz to'ldi. Mana ikkala mashina tarqib ketyapti. Shuni o'raymiz, yo'lga chiqamiz. Xudo xolasa 1 soat, 1,5 soatda mijozimizga yetib boramiz. To'liq videoni YouTube'ga qo'yamiz. Chorva 365 kuzatib boringlar. Ba'zan mashina to'xtadi hozir, kombayn abid qilishadi. Xudo xolasa abid qilib yo'lga chiqamiz. Xudo xolasa ovqat bersa bo'ldi bizga. Cho'pir odammi deydi-yu. Sezdimda hech qachon ketira oldim. To'g'ri, shu so'z. Qaytarib ko'taring. Voy. Ancha bor ekan, bitta. Ha, bo'ldi. Kelmagan.